Uyda yolg'iz qolganlar bormi? Bo'pti, yaxshi borib kelinglar. Hoy bolam, biz to'ydan kelguncha ko'chaga chiqmasa uyda o'tirgin, xo'pmi? Birov kelsa-chi, eshikni ochma, gazdan qarzimiz bor-a. Ha, bo'pti. Bunaqa payt 90% bo'ydoqlarning xayoliga faqat bitta narsa kelardi. Aniq shu diskmi? Hech qanaqa yozuv yo'q, shu bo'lsa kerak. Ovozini pasaytir. Hozir oldin qo'yilsin. Dara o'rtog'ini ham olib kelib oldingmi? Narsamiz qolib ketibdi, shunga qaytdik. Ha, mollarga ham qarab qo'y. Esingdan chiqmasin. Ha bo'ldi, endi aniq ketishdi. Voy, svet o'chdimi? Disk ichida qolib ketdi. Hozir yonib qolsa kerak. Qornam ochqadi lekin. Hech kim yo'qligidan foydalanib, joyini eslab qolgan konfetlardan xohlagancha yeyishing. Bundan kompot yopamiz degan mevalarni tugatishing. Xolodilnikdagi xohlagan narsadan o'zingcha ovqat qilib ko'rishing mumkin. Bo'ldimi, yo qizdimi, tashaveraymi? To'xta, yana ozgina bor. Suv sepib ko'raylik. Davay. Ham o'zi tuxumni yomon ko'rardim. Aytgancha svet yonmadimi-ekan? Dadalar esa ko'pincha to'yga ketmagan bo'lib chiqardi, a? Dadang uydamidi? Bilmadim. DVD borxonaga kirib ketdi-da. Ha? To'ydagilar qaytganda esa hamma narsani esdan chiqarib, oyimmi tugunda nima bor ekan deb qiziqib ko'rmagan bola, menimcha bo'lmasa kerak, a? Sardor DVDni qo'yganmidik? Ichida disk qolib ketibdi. Aytsang birga ko'rardik. Handalagi yangi konserti chiqibdi-yu. Ha?